Assalomu alaykum qizlar, hammalaringga xayrli kech. Bugun biz sizlar bilan Faberlik ilovasida zakaz urishni o'rganamiz. Mana Faberlik ilovasi o'rnatilgan, kiramiz. Savatga kiramiz. Ko'rib turganingizdek, ofis manzili tanlangan. Mana biz mahsulotlarni artiklini bilsak, mana bu poyistga yozishimiz mumkin. Masalan, 27-31. Mana shu shampunni artiklini terdim, chiqdi, savatni bosamiz. Endi agar men artiklni bilmasam, kerakli narsamni yozsam ham chiqadi tovarlarimiz. Masalan, mana Verbena seriyasini. Menga tonalka kremi kerak edi, Sisik tonalkasi. Shuning uchun mana Verbena deb yozdim. Hamma narsalar chiqdi. Mana kremlari, tungi kungi qovoq uchun kremlar, tonalkalari, yuvish gellari, tonik, молочко, micellar suvi, hamma narsasi chiqdi. Men bu yerdan o'zimga kerakligini olaman. Savatni ustiga bossak, savatimizga tushadi shu mahsulot. Yana bitta usuli, agar siz artiklni bilmasangiz, nima xarid qilmoqchiligingiz hali to'liq bilmasangiz, tovarlar pastda menyumizdan tovarlarga kiramiz. Mana menyuga kirib oldik. Endi bizga nimalar kerak? Masalan, men hozir o'zim uchun tush olmoqchiman. Bunda bizga makiyaj bo'limiga kiramiz. Mana bu yerda bo'limlar bor: ko'z, lab, yuz, tirnoq. Ko'zga kiramiz. Ko'zga tush, podvodka, tenlar bor bu yerda. Tushga kiramiz. Mana tushlarimiz chiqdi. Endi mana bunday promo deb qutichani rasmi tushirilgan bo'lsa, bu aksiyada bo'ladi. Narxi 77 ming, ichki narxi 57 700 turibdi. Olamiz aksiyadagi tushimizdan bitta. Bu narx aksiyada bo'lsa arzonlashadi albatta. Uzunlashtiradigan tushimiz ham bor ekan, arzongina, bundan ham bitta olamiz. Chiqdim, podvodkaga kiramiz. Masalan, menga jiddiy podvodka kerak, qora rangli. Shunday qilib savatni bosamiz. Biz hozir faqat tanlab ketyapmiz mahsulotlarimizni. Makiyaj sohasidan chiqdim, parfumeriyaga kiraman. Menga ayollar duxisi kerak. Qaysinisidan? Yangi Mademoiselle duximizdan olmoqchi edim. Oldik. Mana bu yerda hamma ayollar duxisini topsak bo'ladi. Chiqdim. Xuddi shu yerdan dush gellarimizni ham topsa bo'ladi. Masalan, Sensuellar dush gelini xarid qildim. Dezodorantlarimizga kirsak, parfumlashgan dezodorantlarni ham xuddi shu yerdan topsak bo'ladi. Sensuellarning dezodorantini xarid qildim. Mana men tanlagan mahsulotlar savatimga bittama-bitta tushyapti. Endi kremlarga qanday kiramiz? Xizmatlarning ichiga kirsak, soch, yuz, badan, mana bolalar, gigiyena, og'iz, erkaklarga tegishli narsalarimiz xuddi hammasi mana shu yerda turadi. Masalan, dezodorantlar mana ichiga kirib ketaveramiz, shariklisi. Masalan, Vent parfumlashgani, Aguzer. Chiqdik bu yerdan. Bundan chiqib ketib qoldik. Endi yuz parvarishga kirsak, bu yerda kremlarimiz bor. Kunduzgi, tungi tozalash vositalari, hammasini shu yerdan topsak bo'ladi. Masalan, men Gualironka seriyamizning kunduzgi kremini olmoqchiman. Oldik. Hamma tanlagan mahsulotlarimiz savatga birma-bir